Assalomu alaykum YouTube ahli. Ko'rishingiz mumkin. Penoplastdan Tiago mahsulotlarimiz. Kimga shunaqa penoplastdan Tiago ishlab chiqarish qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar videoni. Olaylik. YouTube'ga video qo'ydim men. Har xil razmerlarda ishlab chiqariladi. Bu nimadan ishlab chiqariladi? Nima ishlatiladi? Qayerdan mahsulot olinadi? Shuni bilishni xohlasangiz videoni oxirigacha ko'ringlar. Har xil turdagi figuralarni ham ishlab chiqarib ko'rsatib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana hozir trendda bo'lgan Tiago mahsulotlari. Ham yengil bo'ladi, ham chiroyli bo'ladi. Shunaqangi kanonlarni ham chiqarsa bo'ladi. Bu ya'ni unga ketadigan materiallar, ya'ni xumlari. Bari ham batafsil tushuntirib boraman. Hop, endi buni kesish jarayoni, nima ishlatilishi, oldin qaysi holatda bo'ladi, keyin qaysi holatga o'tadi. Shular haqida gapirib o'taman. Mana ko'kangimiz relisli bo'ladi. Yengil mahsulot mana. Mana shunga ishlatiladi bu. Qumlari. Yana bunga ketadigan mahsulotlarni ko'rsatib o'taman. Oldin birma-bir gullar bilan tanishib olamiz. Hop, bu tomonda patagonligimiz. Tekta chiziqlarga ahamiyat bermaslar. Tayyor abrizeslarimiz bor. Biz mana sotuvda yuk ortish jarayoni. Bularni burchak qismlarigacha chiqarib berilgan. Mana igroshkasi bo'ladi, bular strechniy holatda bo'ladi. O'yiga yaxshigina daromad qilish xohlaganlar uchun. Hop, bu tomonda sushilkalarimiz. Sushilkalarimizda tayyor mahsulotlar. Kechagina quyib bitirilgan. Ya'ni totgan, hozirgi havoda bir kunda quriydi. Hop, sotuvga abrizatsiyalar qilib qo'yganmiz. Mana bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Hop, bularni qanday ishlab chiqariladi, nima holatda keladi? Batafsil tushuntirib boraman. Mana videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, mana bir chekkadan mana buni blok holati penoplast bo'ladi. Buni kesiladi, razmerlarga olib, bilan atxotigacha sotishni ko'rsatib o'taman. Kimlar oladi, qayerga topshiradi, o'zi olib ketadi. Mana trendda bo'lgan taroqlarimiz. Bularning metri bozorda 23 ming so'mdan sotiladi. Bu 15 lik bo'ladi razmeri. Bo'yiga 2 metr bo'ladi. Bloklarimiz bor. Bularni qotirish Akfix'si 967 PNSdan foydalansa juda ham mustahkam, baquvvat yopishadi. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bilan ishlab chiqarishni o'rganish uchun telefon nomer qoldiramiz. Bog'lanib, bemalol o'rganishingiz mumkin. Sifatlari zo'r.